Yoqqan bo'lsa, Hoshimjon akamga aytaman, bloklab olib kelib beradilar. Bu Germaniya mahsuloti, o'zimizda ishlab chiqariladi. Hech qanaqa zarari yo'q, 100% halol. Ichkisi kelsa, bizning Ispaniyaga kirishingiz shart emas, aytsangiz, olib kelib qo'yamiz. Bo'lmasa xonangizni qulflab yuring. Menga jahl qiladi, to'ji meni. Aymodik. Sen shoxida yursang, men barigida yuraman. Qattiq bo'lsin. Voy ona qizim, iloyim qo'shganing bilan qo'sha qarib uvali juvali bo'lgin. Kuyov bilan baxtli saodatli bo'lib, chiroyli umr kechirgin. Voy sendan qutulganingga ming roziman. Onani ketdi o'zim. Fotozorini ham chiroyli qilib beribdi-ya. Erga deyotganga xursandsan sana. Voy xudoyimga behisob shukr. Bugun qizimni erga beryapman. Qutulganimga shukr. Oo! Bir raqsga tushib bering-ya. Haydalish kuyini chaling. Menga gap qaytarmay kelin tilingizni o'ng qarich qilib. Men bu uyga bekasiman. Men ham bu uyga bekasiman. Baribir qachondir ketasiz-ku, keyin oyijon, qachon siz shu uyda bo'lsangiz, janjal bo'laveradi. Voy, shunda masalaga malol keldimmi? Voy ko'rgan kunim qursin. Voy meni o'g'lim ham kelinim ham bu uydan haydadi. Men o'z uyimga sig'madim. Undan ko'ra qariyalar uyga ketaman, kelin mendan qutulasiz. Tinchgina osh tuzimmi, beminatgina yeb yashayman. Tushundingizmi? Ketaman. Ketdim. Oyi, Jonim o'g'lim, men bu uyni tark etdim. Oh, Asmaramda endi ancha dard cheksam kerak. Xotining meni uydan haydadi. Mensiz baxtli hayot kechirib olam. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. oyi. Hech narsa qilmaydi, yasha, vacha-cha. Vacha-cha, vacha-cha. Oyi, qatlida xoruzor bo'lib yuribsiz. Voy, o'ling. So'yib qo'yding? Bir tiyin pulingiz yo'q. Qorningiz ham ochib ketgandir, ona. Onama. Men xotin quli bo'lib qoldimmi? Voy master, Asmaram degan yilla ekan. Voy dahshat o'rtoq. Cholim ham erta o'lib ketdi. Menga bitta er yetishmayapti-da hozir. Qanaqa erkakman o'zi? Onam xor bo'ldi. Одной головы соседина весь пух и прах. Kamosh, seyfda 3000 dollar pulim bor edi-yu. Qani? Bugun tug'ilgan kunim bazlarga Qo'limizdan kelgancha, lekin men anchadan beri niyat qilib yurdim. Yaqinda Urumchiga borib keldim, men xotinim qolib ketdi. Endi biz oilaviy, xudo xolasa, inshaalloh birinchi marta o'g'limiz bilan birga chetga chiqyapmiz. Rahmat dadasi. Oilaviy. Rahmat, katta. Hordiq. Yurib borma bolam buni. Yurtmay o'g'lim, bu ketamiz biz. Surpriz qilishibdi. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Ko'p blogerlarni, san'atkorlarni turmush o'rtog'i shunaqa surprizlar qilsa, sovg'alar hadya qilsa, havasim keladi, lekin men hayotimda ham juda ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Xo'jayinim juda ham ko'p surprizlar, romantikalar, sovg'alar qiladilar. Men lekin qo'ymayman, ko'rsatmayman. Endi hozir bular o'zlari endi syomka qilishyapti, mayli, shu jarayonda juda xursand bo'ldim. Xo'jayinim bilan o'g'lim menga oilaviy Bangkokga sayohat sovg'a qilishdi. Xudo xolasa, Biz xudo xolasa ketamiz. hamma tashvishlarni, g'am-g'ussalarni unutib, yangilanib kelamiz va yana zo'r shahdam ijod qilishga kuch to'plab kelamiz adasi. Sizga sovg'am yoqdimi? Charchab qoldik. Albatta. Nima uchun Tailand? Chunki xonzodani 2-3 ta davlatga borgisi kelardi. Bittasi Tailand. Nimaga Tailand? Chunki siz o'zingizni Tailandga jo'natgim kelmasdi. Borsiz ham men bilan borishingiz kerak o'tga. Sababi shu. Xotinsiz borib bo'lmaydi. Voy qizim, mana sumka elajak udobniy ekan, hisob berishimga nech pul ekan? Voy bu sumka emas, mana ichida mana bunaqa nabori bor, qarang. Voy, Atirlari. voy buncha zo'r. Voy hayitgacha sovg'a bop ekan-a? Hammasi skitkada hozir narxlari. Voy, o'zim o'rgilib ketdingizdan. Mana nima bu? Mana bu. Maning. U makiyaj uchun. O'pshi nabor ekan bu. Nech pul ekan bu? Bu skitkada 450 ming xotin. Cho'g'i yaxshi ekan. O'tsam, baribir kelinimni yaxshi ko'raman deb, mayli hayitga sovg'a qila qolish shuningizdan berasiz. Mana so'mkangizdan ham bering. Navaralar bor-da, endi qizlar bor. Nega hamma do'konda atir hillasi bu qizim ko'p hillayapti? Ona atir ko'p tanlasa, ana adashib qoladi-yu. Kofe burunni ochadi. Bitta kofe xillab boshqa atir paftur xillatsangiz, yana burningiz obnovleniya bo'ladi, yana hidini boshqatdan yengildan his qilasiz. Men eskina odam bo'lsam, qayerdan bilaman, bolam aytmaysanmi shuni? Ko'p hilla yurmanmi? Atirlaringni ko'rsa, uncha bo'yim baland. Ona
ikkalamiz nima olamiz? Sürprizni qilyapsan menga. Yuribsizda siz. Baxa uyda hech kim yo'q. Kim tayyorgarlik ko'radi? Azamat ishda bo'lsa, dedim. Kichkinagina narsa, lekin harakat qildik qo'limizdan kelgancha, lekin men anchadan beri niyat qilib yurdim. Yaqinda Urumchiga borib keldim, men xotinim qolib ketdi. Endi biz oilaviy, xudo xolasa, inshaalloh birinchi marta o'g'limiz bilan birga chetga chiqyapmiz. Rahmat dadasi. Oilaviy Rahmat, katta. Hordiq. Yirtib olma bolam buni. Yirtmay o'g'lim, bu ketamiz biz. Sürpriz qilishibdi. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Ko'p blogerlarni, san'atkorlarni turmush o'rtog'i shunaqa syurprizlar qilsa, sovg'alar hadya qilsa, havasim keladi, lekin men hayotimda ham juda ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Xo'jayinim juda ham ko'p syurprizlar, romantikalar, sovg'alar qiladilar. Men lekin qo'ymayman, ko'rsatmayman. Endi hozir bular o'zlari endi syomka qilishyapti, mayli, shu jarayonda juda xursand bo'ldim. Xo'jayinim bilan o'g'lim mana menga oilaviy Bangkokga sayohat sovg'a qilishdi. Xudo xolasa, Biz xudo xolasa ketamiz. hamma tashvishlarni, g'am-g'ussalarni unutib, yangilanib kelamiz va yana zo'r shahdam ijod qilishga kuch to'plab kelamiz adasi. Sizga sog'am yoqdimi? Charchab qoldik. Albatta. Nima uchun Tailand? Chunki xonzodani 2-3 ta davlatga borgisi kelardi. Bittasi Tailand. Nimaga Tailand? Chunki siz o'zingizni Tailandga jo'natgim kelmasdi. Borsangiz ham men bilan borishingiz kerak o'tga. Sababi shu. Xotinsiz borib bo'lmaydi. Ey Bonu, shu malinani tinchgina bozorda olib qo'ysak bo'lmasmidi? Ha? O'rmonda balo bormi? Pochcha, men ertalabda ko'rganman. Oppoqoy malinani o'rmonda terib, so'paynasdan oldinga tushib. Unaqa bezunaqa ignomni birinchi marta ko'rishim. Ey, to'xta. Oppoqoy. Qayerdasan? Turq sovuq. Pochcha, og'zingizni ocholmasdan tez-tez yuring, nafsingizga o'tishdi. Men balo malinaga ham qirin kelganmi? Bugun oppoqoy. Mana shu zaharli olmani yeb o'ladi. 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 Uf. Tincham qurib ketdi. Salom oppoqoy. Yaxshimisan, qizalog'im? Nima balo, sirkdan qochib keldingizmi, xola? Shunaqa besunaqa kampir bo'ladimi? Urib. Endi qarachilik bolam. Bu o'rmonlarda nima qilib adashib yuribsan? Malina terib yuribman. Terib berasizmi? Unaqa qilolmayman-u, lekin senga ajoyib bir sovg'am bor. Mana. Что это? Baba Yaga? Это Big Bear marmelatlari Germaniyadan O'zbekistonga import bo'ladi. 100% halol. Sandika asal, shakar bolajonlar yesa ham zarar qilmaydi. Voy, juda mazali. Bitta yeb ko'rasanmi, oppoqoy? Albatta yeyman. Haqiqatdan shunaqa. Endi buni hammasini menga berasiz, bo'lmish kampir? Beraman. Faqat mana bu olmadan bir dona tishlasang, mana shu Big Bear marmelatlarini hammasini senga berib beraman. Olma nima bo'pti? Toshni ham tishlab olaman. Bering. Bu urut kim Bonu? Bu Sotey kim? Ha? Bumi? Почти никто. Pochcham. Bir narsa chuqurlagani, men sizlarni tishlab oling. Pochcha, sizga nima qildi? Bu itbachcha oppoqoyga zahar ham ta'sir qilmas ekan-ku. Bechora pochchaginami. Siz yo'q ketdingiz. Amma beva bo'lib qoldi. O'ligidan bir dahmaza. Ey, urot kampir.
Shundoq bachchami? Boshini yedingiz. Bering bu yoqqa marmeladni. Endi buni o'yligini etbekka ko'marasiz. Amin. Joy jannatda bo'lsin pochcha. Allohu akbar. Dila, dilim mani, gulim mani. Seni takoy log'ki sevaman. Seni через-чур sevaman, silishkim sevaman, shon. Sen tasavvur ham qila olmaysan, ne просто. Tag'in nitochini beraman, men unaqa bolalardan emasman. Bu Big Beer, Germaniya mahsuloti, energetik, 100% halol, o'zimizda ishlab chiqariladi. Energiyani oshirib yuboraman-da. Cho'chima. Dila, senga bo'lgan sevgimni raqslarim orqali ifoda qilib beraman. Menga turmushga chiqasanmi, Dila? Voy, ko'zimni ochganimdan shartta so'qosamsiga boraman, shunda olib yeb ketaman dedi. O'chirtdi qaranglar. Zaptirkam abitam qilmovdim. So'qosamsi yeyman deb, og'zim kuyib. O, qachon endi navbatim keladi. Ana, menga maxsus ichkaridan olib chiqib berishyapti, qaynoq uzilganidan. Baraka toping, Sharafat xolamning og'izlari kuyib, lovlari yorilib ketsin debsizlar-da. Voy, asalligini qaranglar, buni yeymiz, rahmat. Ketdi. Endi bolalarim bu somsaga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'zi bu mador somsani sezoni atigi bir oygina. Bu meni kelili davrimni eslatadi. Yer borib yetmasin, qaynonamga zahar sassu ayolidilar. Lekin mana bunaqa mador somsalarni qiyrat borardilar. O joylar jannatdan bo'lsin, qani boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. So'qoga borib nima qilasizlar? So'qoni o'zi Toshkentga ko'chib keldi, meni yedib. Mador samsani sezoni tugab qolsa bu joy yopilmaydi. Yil 12 oy ismalog'ini ham qilishadi. Kelaverasizlar. Hay, rебята, idите сюда. Men meni sabr o'qib bergin, bolalarimga olib ketaman. Tezroq bo'lalayman. Bularda yetkazib berishdan bor dastlabga. Masalaga lokatsiyani tushuntirib o'taman. So'qoq samsamiz archa ko'chada joylashgan. Shunda Shopayiz mostidan kelaverishinglarda mana o'ng qo'linglarda o'ja qurilish bo'lyapti. Shu yerda Zhukovskiydan kelaverishinglarda chap qo'lda joylashgan. Mana bu yerda reklamli banneri bor edi-yu, oldirib olishibdi. Endi Rahimjonni ham do'st dushmanlari ko'p-da. Yana ham to'liqroq orientir. Mayda-mayda archazor. Короче, bugun men yaxshi ko'radigan italyanskiy Astra brendi kosmetikalaridan makiyaj qilaman, sizlar tomosha qilasizlar. Go'zallarim, bu brend kosmetikalari 99% naturalniy, yuzda tabiiy turadi. Tak, tonalkadan boshlaymiz. Bu Zangmini original CC kremi SPF ichida. Buni shunaqa xususiyati bor, yuzinglarning rangini o'zi tanlab oladi. Endi Astrani konsilerini suramiz. To'g'risi, surishni bilaman, lekin nomini yaqinda o'rgandim. Yaqinda o'zimcha Samsibi vizajist kursida o'qib chiqdim. Lekin bilasizlarmi, hammani o'zini qilgan makiyaji o'ziga yoqadi. Endi sponge bilan kontur chiqalaymiz. Wow, Astrani shu pudrasi rosa zo'rdek, yuzga zo'r yotadi. Make-upchi bloger bo'lish qo'limdan kelmas ekan-ku, lekin nimadir laqib video olaman deysizlarga. Sizlar ham yaxshi kayfiyatda videoni tomosha qilib qo'yaveringlar. Xullas, men shunaqa bo'yaman. Aytgancha, Astrani kosmetikalarini men atmetka qilgan profildan sotib olasizlar. Endi qosh bo'yaymiz. Faqat qoshimga ahamiyat qilmanglar. 5 marta udaleniya qildirganman, shuning uchun chandiq bo'lib qolgan. Orada eshilib qo'ydim. Endi takoy lyoqki Astrani rumyanalarini suramiz. Qaranglar, original narsa baribir originalda. Men bu Astrani highlighterini birinchi marta ishlatib ko'ryapman. Atak yomon emas. Podvodka. Endi labga kontur. O'lsin, shu lab bo'yganda og'iz ochilib ketaveradi. Wow, pomadasi ham cho'tka ekan. Ana makiyajim tugadi. Kakras bugun to'yim bor edi. Salonga bormadim, pul yonga qoldi. Men to'yga ketdim. Yaxshi qolinglar. Biz Tailanddan Toshkentga kelsak, xolodilnigimizda hamma narsamiz hidlanib qolibdi. 10 kuncha bo'lmadi uyda. Shuning uchun hozir xo'jayin bilan ro'zg'orlik qilgani keldik. Birinchi ishimiz go'sht olish bilan boshlandi. Dessa Farm Qatortolda shunaqa мясной magazin bor ekan. Laham joylari men har doim qassobxonalarga borsam, yog'ini olib tashlang, laham joydan bering deyman deb. Bularda aksiyalar bo'lar ekan. Ragu, farshga aksiya bo'layotgan ekan. Xo'jayin piknik olib chiqib ketaman, shashlik qilib beraman deyaptilar. Hozir shashlikni qilyaptilar. Tayyor. Tayyori bor ekan mana. Qiymani tayyori. Mana bu yerda mana marinovni qilingan. Bu anaqa jaz. Sizlar tayyor sotib olib kelmaysizlar-da, sizlar o'zingizlar qilasizlar. Firminni. Eng qizig'i, yaqinda Qurbon hayiti keladi, do'stlar. Kimdir mol so'ymoqchi bo'lsa, qo'y bormi yo'qmi? Qo'y ham bor. Qo'y ham bor. Mana, tayyor videosini qo'yib qo'yibdi, bemalol olsanglar bo'ladi. Juda ham narxi arzon ekan. Hozir qara asarchisi. Dumba deysanmi, qazi deysanmi, qartasi ham bor ekan. Ko'p joyda qarta. Nimaga asarchilar kam dedim hozir, men aytib qaradimda, ertalabga sotib oldik deyapti. Shu daraja savdo zo'r ekan debdi. Qatdan topib olasiz bunaqa joylarni? Izlagan imkon topadi. Aksiyalar qo'yib qo'yibsiz. Qanaqa aksiyalar endi ular? O'zini har doim juma, shanba, yakshanba kunlari
20% skidka beramiz. Xatlada bor yana. 5 qayrag'ochda bor, TTZda bor, Farqasiyda bor. Juma, shanba, yakshanba kuni 3 kun 5 ta filialda bir xil aksiya bo'ladi. Go'shtni svejiy o'zlarining fermasidan so'yib kelinadi. Obedgacha pashta qolmas ekan, biz pashta tugagan paytiga keldi o'rtoqlar. Keshliklarimiz ham bor. O, Kesada ular beramiz. Rostdan. yo'q, shu zo'r. Sizlar foyda ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi? Xalq masafasi, Xalq ne? ishlayapti. Podpischiklar uyga yaqin filialiga borib xarid qilishadi. Xonzodani nomidan keldik, Xonzodani reklamasidan deysizlar, ha? Uydan erini ko'chaga chiqqili kelmasa, go'sht tugab qolgan bo'lsa, shuni telefon qilsanglar, uylarga dostavka qilib berar ekan go'shtni. Zato svejiy zo'r bo'lib boradi, birinchidan. Ikkinchidan, dostavkasi besplatni, bepul ekan. Kolbasa ekan. Qanaqa ta'madasi? Gap reklamada emas, rostini aytaman. Ha. Zo'r. Damashni-da, bemalol bolalarga bersa bo'laveradi. Yeb ko'r o'zing ham. Ichagi farqi bor-a? Yaxshi hidi-yu. Ta'mi zo'r ekan. Mani xo'jayinim qaziqo'r. Buni yog'i yo'q ekan-a? Menga mazgin bering. Qazisam zo'r ekan. Bozorligimiz tugab qolsa, uyimizga tushardik-da. Endi erimni qatortolga kelamiz shekilli. Qazini sho'rtay, so'ki chiqadi. Men shunisini yaxshi ko'raman. Shimib yeyishni. Bir xil kolbasalar ichida yog' ko'p bo'ladi, yog'i ham yo'qmi? Damashli. Hamma narsa o'zi damashni ekan-ku. Mana даже mana bu xolodeslar ham damashni. Ichida qara, yog'i yo'q, bir xil suv bo'lib ichilib ketadi. Hammasi go'sht mana. Tak, hozir kenaylarim reaksiyasini ko'rasizlar. Nima qilyapsizlar? O'tirib rasm tomosha qilib. Xullas sizlarga podarkam bor. Bilsanglar bilarsizlar. Buga hammani xursand qilar ekansiz. Mana. Tanlab olaylik ichidan. Oching. Xullas men fragrans degan atir sepib yuribman. 2 xilni zakaz qiluvdim. Yeb qo'yishdi meni. Qattan oldingiz bizga ham zakaz qilib bering deb bir rosa ishqi ketdi bularni. Shuning uchun mayli, onasining hamsini kenaylarimga ham podarkaga zakaz qildim. Endi ochib ko'ringlar, hidini tanlab olinglar. Bu Fransiyadan keladi bu fragrans atiri. Birinchi qo'l bo'lib keladi. Stoykisi shunaqa zo'r, ishoninglar. Men o'zim mana 2 xilini olganman. Men bu salatovisi bilan rozovisidan o'zim sepib yuribman. Imенно rozovisini sepganimda shu ikkita kenayim kompot bo'lgan hidiga prям 3 kunlab, 4 kunlab hidi ketmaydi. Shunaqa приятный, shunaqa нежный hidi. Men buni ham ochinglar-da, qaysi biri yoqsa bitta-bittadan tanlab olinglar. Voy. Rosa oltinga berganingiz. Bizlar narxi ham вообще super. Вообще suv tekin qilib yuborishgan. Men profilni отметка qilib qo'yganman, shulardan zakaz qilib olaverasizlar. Mana, chestный отзыв beringlar o'zinglar. Вообще mamnun. Qaysi biri? Men buni rozovisidan-chi, unikida keladi. Chanel bor-ku, men bunda miyat aralashgan. Men ayniqsa 3-4 kunlab ketmaydi hidi. Men fioletovisini men sepib ko'rmadim, lekin buni ham zakaz qildim. Buni hidi qanaqa ekan? Qanaqadir gulli hidi kelar ekan, men bundan. Приятно. Вообще нежный, a. Sizlar men bundan tam men o'zim sepaman. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Menga uchalasi yoqdi. Fioleti yo'q, olib qo'yishyapti mendan. Mana yoqdi kenayimga. Bo'ldi, yoqsa oling kenay. Oling. Mayli, maza qilib sepinglar. Voy, rahmat. Sizlardan afzalmi? Endi bizada ham bor bu atirda. Achaych. Hay kelin. Ovqat qildingizmi? Ha, qilib qo'ydim oyijon. Ha, tuzu. Uylarni uborka qildingizmi? Uylarni uborka qilib yalab qo'ydim. Padiz yuvdingizmi? Ertalab uyg'ongandan padizlarni supurib yuvib qo'yganman. Tuzu. Va kirlarga dazmol bosdingizmi? Voy, oyijon, bitta shu qolib ketibdi-de. Ana, meni qalbim sesatdi. Nimadir nito bo'tdi deb aytuvdim-a? Shunaqa ko'p ish etib tashyapsiz, hammasiga ulgurmayapman. Ulgurganimcha qilyapman-de. Shu sizni ulgurmayapman degan gapingizdan allergiyam bor. Nega ulgurolmaysiz-a? Menchi 4 ta 5 ta yeriga poqilatib tug'ib hamishga ulgurganman vaqtida, a? Nega siz ulgurmaysiz? Hali bitta bolangiz 2 ta bo'lgan-yu, 2 ta bolangiz 3 ta bo'lgan-yu. Nega ulgurolmaysiz? Voyjon, sizlarni davr bilan bizlarni davr boshqacha-de. Yepsiz. O'sha davr. Hozirgi davr ham o'sha davr. Tushundingizmi? Faqat hozirgi sizlarga o'xshagan kelinlar o'zgarib ketgan. Osilmen davrga. Hamma? Xudo qildi bu kelin meni. Men undan ko'ra mana bundan ichib oling, zora bir skolisiz birdan 4 ga urilib qolsa. Nima bu oyijon? Bu Big Beer energetik ichimligi. Germaniya brendi, 100% halol. Hech qanaqa ximikati ham yo'q. Zora shuni ichsangiz, bir energiyangiz oshib-toshib, men ro'zg'orimga mehr qo'yarsiz. Yap, ursin. Tavba qildim. Siz energiyamni tushiravering, bu meni energiyamni oshirib beradi. Nima bu? Sehrli ichimlikmidi? Isib ham qopti, buni xolodilnikka qo'yib qo'yaman endi. Komosh.
Yaxshi dam oldingmi? Men uyda ham ishlar qilib qo'ydim. Uy bo'rka qildim, kirlarni yuvdim, dazmol qildim, podyezdni supurib tozaladim, ovqat ham qildim. Sen uyg'onishingga zavtraqlar qilib qo'ydim. Xotinjon, xizmatingizga muntazirmiz. Uydalarni hammasini uyg'ot. Takoy lug'ki zavtraq qilamiz. Xo'p? Hoshimjon aka, Gapirma. Go'zallik timsoli. Bor, yuzingni yuvib chiq. hozir. Alo. Assalomu alaykum. Ana menga Big Bir energetikdan uyimga hoziroq tez dostavka qilib boring. 1 blok. Yo'q, 10. Mayli, 100 blok. Nech pul bo'lsa beraman. Nari qator ular ikkita do'koni bor edi. Opamani kim kiraylik? Men bu ham yaxshi do'kon ekan. UCC Life deb yozib qo'ygan do'konni, bolajonim. Bu izlash. Menga Telegramdan video vizovdan srochno telefon qilaring. Sizga anaqa qozon naborlar olgan UCC Life ga kelganman. Assalomu alaykum, meni hurmatli auditoriyam. Men UCC Life do'konini klientiman, chunki uyimdagi hamma ro'zg'orlikni men faqat shu do'kondan olaman yoki dastavka qilib chiqarib olinglar deyman. Onamga, xolamga, kimga kerak bo'lsa podarkalarga ham faqat UCC Life ga murojaat qilaman. Xudo xolasa shirin tashvish to'y boshlaganmiz, qaynisinimi uzatyapmiz. Bu degani sarpa kerak. Yangi novinka chiqibdi. 2026-yillik mana qora ekan, zo'r ekan, prochniy ekanda, xuddi shuni молочный rangi bor ekan. Uyimdagi mana ishlatayotganlarimdan ham olaman. Mana er xotin ertaga ovqat qilasizlar o'zingizlarga. Bo'ldi. Qorasini kelinimiz tanladilar, demak, shuni olamiz. Bunga moslab pichoqna bor, naqalarni yig'uramiz, cho'g'imlarni. Taraq turib qilmas ekan. O'zi qaynaganda pup etishda chaladi. Ana. Hammaqa cho'much. O'zi anon ichidan cho'much naborlari chiqar ekan. Babir zapas yana bitta cho'much nabor olib qo'ydim. Shuni o'zida ham tuxum, sosiska, sutla qaynatishga ham zo'r ekan deb. Men buni olganman UCC Life mana shu naborini ikkita qaynataman ovqat, sho'rvalar qilaman, ham kashalar qilaman. Qovuraman ham ishonsanglar, kolbasa, kartoshka, hech narsa bo'lgani yo'q. Tegi ham olib ketgani, hech qat ko'chgani, boshqa bo'lgani yo'q. Juda ham prochniy ekan mana shu UCC Life mana shu naborlari. Вообще zo'r. Kачествоsi вообще bomba. 2,5 kilo oshib men odamlar so'v bo'lar ekan. Adasi, bu siz uchun maxsus UCC Life dan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Sarpalarimizni aravaga yukladik. Ularning Chinni bozorida ikkita do'konlari bor. Mana 16-do'kon. Onlayn zakaz qilsanglar ham bo'ladi Instagramdan. Любой viloyatga dastavka qilib berishadi. Shahar har bitta do'chkasiga Yandexdan chiqarib berishadi. Hammaga rahmat. Tog'a, ayting, nech pulga kelishdik o'zi siz bilan? Oy, keling bilan keyin gaplashasiz tog'a. Tez yuring, shoshyapman. Xotini tinch qo'ymas ekan akani. Ha, Bonu, qalay bo'ldi bog'cha? Bo'ladi, yomon emas. Nima, kayfiyating yo'q? Pochcha, bugun meni xo'rdigim kelib ketdi. O'zimni yetimlarga his qildim. Onasini emsin. Seni kim yetim dedi? Bugun bog'chadagi Safina degan o'rtog'im marmeladini qizg'andi. Bersalar bermadi. Shunda alpahlamon bochcham turib, xo'rlandimmi? Boyvachcha pochcham turib, xo'rlandim, pochchajon. Yo'q-a? Ana yo'q yurchi? Meni nima tushirtvan yoqsam kerak? Bonu? Labbay, jannatim pochcham. Senga qancha marmelat kerak? Hammasi mangami? Hatto oldingiz pochcha. Bu Big Bir marmeladi. Germaniyadan O'zbekistonga import bo'lib kiradi. 100% halol. Bolalar bemalol yesa bo'ladi. Ta'mi o'ta go'zal. Butun bog'changni mana shu Big Bir marmeladi bilan ko'mib yuboraman. Chunki bog'cha penga qo'shib kerak bo'lsa. Rahmat pochcha, yarim ko'nglimni to'ldirding. Boringizga shukr. Tog'day pochchang bor. Nima g'aming bor? Pochcha, hamma o'rtoqlarimning qo'lida telefoni bor. Bitta menda shilmishir g'am yo'q. Bobada qo'lidagi iPhone telefoningizni berib olasizmi? Естественно, rastashofka qildirib ketdim sohibada. Yana bitta chiroyli formaga olib kelib olamiz. O'zi mana mamlaqa chiqqan edi, tabiiy chiqqan edi qoshim. Faqat sal rangi ochardi. Xonzoda keling, boshqatdan bitta korreksiya qildirib yuboraylik dedilar. Shuning uchun hozir korreksiyaga keldim. Qarang, yotganimda qoshim tekis ko'rinadi-da, sohiba. Men ko'p bu emotsiya bilan ishlayman-ku. Bitta qoshim tepaga ko'tarilib qoladi-da. Mimически ko'proq ishlaganim uchun bitta qoshim pastda, bitta qoshim tepada ko'rinib, ko'pchilik ikki xil bo'lib qolibdi qoshingiz deb o'ylashdi. Atak ikki xil bo'lgani yo'q qoshim. Bir xil, mana yotganimda bir xil ko'rinadi. Faqat mana gapirganimda o'sha emotsiyalarim meni yuzda mimika ishlaydi, o'ynaganda sizlarga ikki xil, bittasi mana tepaga ko'tarib, bittasi pastga tushib qoladi-da. Nimaga desanglar, mana oling santimetrlaringizni sohiba, har bittasini bir xil chiqishi uchun o'lchab bir-biriga mos qilib chizadi mana. Korreksiyamiz tugadi.
O'zim ham bitta chandiqlarim bor edi, mana tagida qolib ketdi. Ko'rdinglarmi? Aytmoqchi bo'lganim, sohibaga kelib qildirmoqchi bo'lsang, qaynisinimmi Parizodni ham qoshini qildirdik hozir. Mana faqat dosini olish esimdan chiqib qopti. O'zi qoshi vashi qalin edi. Umuman rastashovka, tatuaj degan narsalar qilinmagan. Mana buni ham mimikasi bor-da, qarang, yuzini ko'taryapti. Ko'rdingizmi, sohib mana bitta qosh tepa ko'tarib qoldi. Qoshingizni bundoq qiling Parizodmi, tushiring ham. Yuzingizni bundoq yerga qarab turing. Nerv dema, mana bitta qosh ko'tarib, to'y tashvishlari bilan asab bo'lib, charchab shunaqa. To'yda odam charchaydi, kelinga oson emas. Lekin vashi chiroyli chiqdi. Mani xo'jayinim bilan Parizod qaynisinimni qoshi pashti bir xil, rosa qalin. Kelin bola, to'yda oldingi korreksiyaga kelamiz. Bu 6 oy davomida o'chib ketadi. Eng yaxshi tomoni shunda, rastashovka qildirsanglar, uni udaleniya qildirishi o'zi bir og'riqli azob. Buni yaxshi tomoni birinchidan tabiiy turadi, ikkinchidan ishi juda ham toza. 6 oy davomida o'zi avtomatik o'charib, rangi o'chib boradi. Keyin korreksiya qildirib olaverasizlar. Sohibani direktiga yozinglar, faqat zaps bilan oladi. Zaps bilan yozdirib kelasizlar qizlarjonlar. Meni nomimdan, Xonzodaning nomidan deb yozsanglar, necha foiz skidka qilib beradi sohiba? 10%. Men nomimdan yozsanglar 10% sizlarga skidka qilib beradi. Sohiba qarang, men 5-6 yil oldin rastashovka qildirganman deb qoshimni. Keyin uni o'chirish uchun 5 marta udaleniya qildirdim. Udaleniya qildirganimdan keyin men e'tibor bering, ikkita qoshimni cheti chuqur chandiq bo'lib qoldi. Buni amallab kosmetologlarga borib to'ldirib yopdim, lekin baribir bilinadi. Men endi obrazlarim bor, qaynona obrazi, Hoshimjon obrazi bo'lganim uchun men qoshimni rastashovka qildirmayman. Profilingizni kuzatib chiqdim. Ishi zo'r ekan. Tabiiy turadigan qoshlar moda bo'libdi. Men shunaqa qosh xohlayapman. Lekin mana shu chandiq qismini chizib to'ldirib bersangiz, shu mening o'zimning qoshimni tabiiylik ketmasin faqat. Qarangda formasi past yaxshimi yoki tepani ko'targanim samuray bo'lib qolib, xunuk bo'lib qoladi. Tuxum sovurib ketib qoladi. Shunda go'zal Instagramga ko'z tikmayman. O'chi zo'ring. Mandan keyin ishlatmay tashlab yuborasiz? Vau. O'zimga rosa yoqdi. Mana Mamitdagi chandiq qismi ham to'ldi. Qoshga o'xshadi. Vashi chiroyli qildingiz, lekin sohiba, asarim qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu endi xudo xolasa 6 oy davomida o'chib ketadi, sekin-sekin. Sekin-sekin o'chib ketadi. Mana 6 oydan keyin keladi. Bundan ham to'g'ri xohlasangiz 2 haftadan keyin korreksiya bo'ladi, kesangiz yana ham uzoqroq vaqt turadi. Yo'q, bundan ham to'qrog'i kerak emas. Menga уже yarashmaydi. Lekin 3-4 kun to'qroq turganida hali ochlashadi. Tak что, bemalol kelaveringlar. Endi men 100% yurakdan maslahat beraman sohibani, ishi zo'r ekan. Profilini atmetga qilib qo'yaman, tishlarini ko'rib chiqasizlar. Undan tashqari telefon raqamini ham qoldiraman, chunki sohibani klienti ko'p, zaps bilan oladi. Bemalol kelib qildiraverasizlar. Viloyatda bo'lsanglar, shu Toshkentga yo'linglar tushganda ham planni shunaqa qilib, kirib, chizdirib o'tib ketaverasizlar. Ishxonasi ham unaqa uzoqda emas, akkuratni ishlaydi. Direktiga telefon qilib, yozdirib, chizdirib ketaveringlar. Men endi hozir xolam bilan yankamni ham olib kelganman. Xolam bilan yankamni ham qoshini chizdirib ketaman. Nima yo'qsan, shirinlik yo'qsanmi? Shirin bo'ldi, shunaqa shirin narsalik. O'rtoq. Hatto'mi? Mana. Короче, boru bu Gutfooddan keladi, zakaz qilaman. Tushunding? Kunli pitaniyamda bu. Shirinlik deganim bilan o'rtoq, buni shakari yo'q. Shakari yo'qmi? Bu PP tushunasam, правильный питание degani. Faqatdan tushunasam. Nech pulaga o'rtoq bu? Qara buni boru, donasi 10 mingdan-da. 100% dietический narsalar bu. Tushunding? Shirin o'rtoq bu. Shirin, lekin shakari yo'q. Yo'q, ha, vashi ta'mi zo'r. 100% diyetaga o'tirganman-da, og'ay. Sen nimaga diyeta qilasan? O'zi qiltirib yotsan. Sendagi semizlikka motivatsiya bo'lish uchun diyeta qilganman-da. Qarchi gap eshitdiki, mana xotinimga anti shirinlik qilib ber, tuding deydigan bo'lsa, anti 2 soat oshxonadan chiqmaydi. Undan ko'ra shuna Gutfoodga ketaman. Har kunlik pitaniyamni o'zi jo'natib yuboradi. Kafeni, trifle, krasniy barxit degani bor, uni kecha yeb qo'ydim. Qarchi assortiment ko'p-da, o'zing tabingga qarab zakaz qilaverasan, tushunding? Bundan tashqari mana bu yerda правильный питание, mana dietetik ovqatlar bor, ko'rding? Bir kunda 5 mahal o'zi ovqat bilan ta'minlab beradi. Sen diyetaga o'tirgan, o'zingcha zalga chiqib olsan, diyeta qilmayapsan. Unaqada senda effekt bo'lmaydi, o'rtoq. Tushunding? Mana shu Gutfood bilan bemalol ishlasang bo'ladi. Zakaz qilsang, men nomimdan anaqa qilib berishadi senga. Bo'ldi, o'rtoq. Chiroyli qilib berishadi. Zo'r ekansanmi? Ha, вообще zo'r ichib ko'ring. Nima og'zing bilan ichasan, og'ayni? Og'zim toza, o'rtoq. Men ichganman, nima unaqa qolsan? Ichsam, stakan beraman-ku. Ko'rdingizmi, pochcha? Bunaqa zapalaringizdan galereyam to'lib ketdi. Agar aytganimni qilmasangiz, hayotingizni
Osti o'qishsin qo'raman. Va bonu, kamroq narsa ol, shundaymi? Yonimda uncha pulim yo'q. Voy, birontasizdek pochcha xavotirlamang. Men hammasini Xitoylik bilan o'ylab qo'yganman. To'g'rimi? Gap pulingiz yetmasa, korzinkada alifdan foizsiz muddatli to'lovga ham olsa bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'lar ekanmi, Bonu? Dinozavr davrida qolib ketgan pochcha mana asab nolalarim shikastlanib ketdi. Foizsiz muddatli to'lov 30 kungacha muddat, 33 million so'mgacha limit, jarima va peniyalarsiz. Buning uchun avvalo Alif ilovasini yuklab olasiz, nasiya bo'limida ro'yxatdan o'tasiz va limit olishingiz kerak bo'ladi. Korzinkada hoziroq xarid qiling. Alif bilan birga keyin to'lang. Shunaqa qiling, shunaqa qiling. Siz ham kamroq zapal bo'ling, jannatim pochcham. Tak, hozir kenaylarim reaksiyasini ko'rasizlar. Nima qilyapsizlar? Xullas sizlarga podarkam bor. Bilsanglar bilarsizlar. Buga hammani xursand qilar ekansiz. Mana. Tanlab olinglar ichidan. Oching. Xullas men fragrans degan atir sepib yuribman. 2 xilni zakaz qiluvdim. Yeb qo'yishdi meni. Qattan oldingiz bizga ham zakaz qilib bering deb birrasa ishqi ketdi bularni. Shuning uchun mayli, onasini ham kenaylarimga ham podarkaga zakaz qildim. Endi ochib ko'ringlar, hidini tanlab olinglar. Bu Fransiyadan keladi bu fragrans atiri. Birinchi qo'l bo'lib keladi. Stoykisi shunaqa zo'r, ishoninglar. Men o'zim mana 2 xilini olganman. Men bu salatovisi bilan rozovisidan o'zim sepib yuribman. Imенно rozovisini sepganimda shu ikkita kenayim kompot bo'lgan hidiga prям 3 kunlab, 4 kunlab hidi ketmaydi. Shunaqa приятный, shunaqa нежный hidi. Men buni ham ochinglar-da, qaysi biri yoqsa bitta-bittadan tanlab olinglar. Voy. Rosa olib kelib yurganingiz. Bizlar narxi ham вообще super. Вообще suv tekin qilib yuborishgan. Men profilni отметка qilib qo'yganman, shulardan zakaz qilib olaverasizlar. Mana, chestni o'tsev beringlar o'zinglar. Qaysi biri? Mana buni rozovisidan-chi, ana uniki keladi. Ana Chanel bor-ku, mana bunda miyat aralashgan. Mana ayniqsa voy 3-4 kunlab ketmaydi hidi. Mana fioletovisini men sepib ko'rmadim, lekin buni ham zakaz qildim. Buni hidi qanaqa ekan? Qanaqadir gulli hidi kelar ekan mana bundan. Вообще нежный, a. Sizlar mana bundan tam men o'zim sepaman. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Menga kelasi yoqdi. Kelasi yoqdi. Olib qo'yishyapti mendan. Mana yoqdi kenayimga. Bo'ldi, yoqsa oling kenay. Oling. Mayli, maza qilib sepinglar. Voy, rahmat. Sizlardan afzalmi? Endi bizada ham bor bu atirda. Achaych. Xudo xolasa bugungi xizmatlarimiz Jizzax shahrida bo'lyapti, opa. Qanaqasiz? Yaxshi yurimiz qilyapti. Qara, yo'lda kelib shutlab dazmollab chiqdim. G'ijim bo'lib qoldi. Uni ustiga yomg'ir quyyorda. Baraka yomg'ir kayfiyat. Просто hozir sahnada g'ijim qo'ynida ashula aytishik. Xudo xolasa g'ijim qo'ylarga qaramasdan nastroyeniyani bomba qilib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Shunaqa kiyimga ahamiyat berishmaydi. Albatta, kuzatib turinglar, chiroyli storieslar qo'yamiz. Jizzaxliklar bizani iliq kutib olishdi. Hozir xizmatlarni o'tkazib, bugun yana kechqurun Toshkent shahrida xizmatimiz bor. O'zbegim to'ylari, bayramlari ko'payursin. Ulgurishimiz kerak-a? Grams xudo xolasa. Ola yaxshimi so'zingiz, tuzumisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Charchamasdan. Yaxshi, shukr, rahmat. Aytganingiz kelsin, joylari jannatdan bo'lsin. Yaxshi, Allohga shukr. Oxiratlari obod bo'lsin. Ham beryapman. Bu eksponentga yaxshi qilibdi. Faqat bitta kefir yoki protein emas deb o'ta hamma mahsulotlari bor. O'shaning uchun men faqat sog'lom turmush tarzida yashayman. Uyga ham shu qonuniyatni kirgizganman. Kelinim, o'g'lim, nevaralarim hammasiga mana shu eksponentani hamma mahsulotlarini yedirib ichiryapman. Foyda, qoni foyda. Shuning uchun albatta zakaz qilib, oilaviy iste'mol qilsanglar, uzoq umr ko'rasizlar. Endi hozir bolam, anitdan turib syomka qilasan va aylanamiz.